Muzaffar aka shu 3ta muhim tadbir haqida ma'lumot berdingiz. O'sha 3tadan bittasi Fuzariyoz. O'sha Fuzariyoz kelib chiqishi, buni oldini olish shu to'g'risida ham bir obunachilarimizga bir ma'lumot beraylik. Endi Fuzariyozda, ya'ni bu sistemada, bu yer emas, mana shu gidroponika matta yetishtirishda birinchi qilinadigan, ya'ni Fuzariyoz keltirib chiqaradigan xatoliklarda, ya'ni bu noto'g'ri sug'orish hisoblanadi. Birinchisi bu, ikkinchisi matta esini ko'tarib ketganligi. Shu ikkalasidan chiriydi. To'g'ri, yana bir sabablar bor, sovuq suv berib qo'yishi mumkin. Endi u agronom o'zining xatosi bo'ladi, ya'ni tekshirib tursa, ya'ni noto'g'ri sug'orib qo'yishi mumkin. Matta esi ko'tarib ketib qolishi mumkin. Bu haligi tabiiy holat bo'lgan narsalarda. Endi sug'or suvni kontrol qilgan holatdagi, ya'ni mana shu ikki narsadan kelib chiqadi, ya'ni gradus kontrol qilsa. Asosiy ikkita sabab. To'g'ri sug'orish va matta esini kontroli. Endi Fuzariyoz tushganligini o'zi qachon tushadi? Bu savol. Mana shu oktyabr o'tdi, mana avgust ekdingiz, oktyabr, sentyabr, dekabr keldi. Dekabr boshlarida ob-havo 10 kun bulut ko'rsatyapti. O'sha 10 kun bulutli kunlardagi sug'orish to'g'ri yondashish kerak. O'sha bulutli kun kelganda-chi, agar quyosh chiqib turgan holatda sug'orish adashadigan bo'lsa, uncha chirimaydi. Ko'p suv bergan taqdirda ham. Lekin bulut kun bo'ldi, quyosh chiqmadi, o'simlik quyosh ko'rmadi, transkripsiya kamayib ketdi suv bug'latish yuzida. Ildiz sirasi chirishga o'tadi. Noto'g'ri sug'organ payti. Endi ilk kelib chiqishini qanday bilsa bo'ladi? Mana Fuzariyoz tushdimi, tushmaganligini hozir mana kokos ochib ko'rsa bo'ladi. Ya'ni bormi yo'qligini. Mana shuni nima qilamiz? Murod aka shu ushlab turasiz. Mana shunda bormi yo'qmi ko'ramiz hozir. Murod aka, mana tagini ochdik, mana shu ildiz bilan qoplangan bo'ladi bu. Ichidan yo'g'onrog'ini olamiz bu yoqqa. Mana bor yo'qligini. Fuzariyoz birinchi qaysinga tushadi? Asosiy yo'g'on ildizlarga tushmaydi. Mana. O'zidan ko'rsataylik. Mana yo'g'on ildiz bor, mana. Yo'g'on ildiz bor. Yo'g'on izi yon izlar chiqqan. Yon izlarda ildiz tukchalar bo'ladi. Birinchi o'rinda ildiz tukchalarni nima qiladi bu? Ildiz tukchalar shikastlanadi, so'rish to'xtaydi. O'zi oziqani va suvni ildiz tukchalar so'radi. Mana yo'g'on izlar so'rish kamroq nima qiladi? Bular sistema. Mana shular chirib, keyin mana shunday yon izlar mana ingichka turib kichkina. Mana shular chirishni boshlaydi birinchi o'rinda. Hozir bizda mana bu hamma sog'lom, uchlar sog'lom, ildiz tukchalar turibdi mana. Taglarini ko'rsatib o'zi vaqt berib mana. Mana shu yerda Fuzariyoz bo'ladigan bo'lsa, mana shu mayda ildizlari chirigan hisoblanadi. Bular ilgari chirigan, mana bu Fuzariyoz ushlab turgan bu. Hozirgi kunda mana sog'lom. Mana shularda chirish bo'ladigan bo'lsa, jigarrang rang tushgan bo'lsa, demak Fuzariyoz bo'ladi. Birinchi shularga tushadi. Demak, hozirgi kunda bunda Fuzariyoz kasalligi yo'q. Bunga mana shunga 8-dekabrda Maximixel berilgan. Bir marta berilgan. O'sha bir oyda bir beramiz. Ya'ni qayta kurash chorasi. Mana shu bulut kun keldimi, har oyda bir marta Maximixelni 10 litrga 20 gram qilib, ya'ni tonnasi 2 litr qilib kapelni berib yuboriladi. O'sha bir oygacha ushlab turadi. Agar xato qilinmasa, siz sug'orish ko'p xato qilib qo'ymasangiz, o'sha Maximixel bir oy ushlab turadi. Hozirgi kunda mana Fuzariyoz kasalligimiz yo'q, oppoq sog'lom turibdi mana ildizlari. Yana bir yaqinlashtirib ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Agar bo'ladigan bo'lsa, ana shu ildizlar bo'lak-bo'lak kelib qizil rang kirgan bo'lar edi. Hozirgi kunda ya'ni sog'lom. Ya'ni shu sog'lom ushlab turish uchun shu sug'orish to'g'ri yo'l qo'yish kerak. Ya'ni qanday yo'l qo'yamiz, ya'ni sug'orish qanday sug'oramiz degan savol tug'iladigan bo'lsa, qarang. Buni sug'orishini mana bir hafta bulut kelyapti, oldimizda turibdi, quyosh chiqmayapti. O'shani bugun berdik, daranaj chiqdi. Misol uchun hozirgi kunda где-то 300 yoki 400 dan suv ichadi mana shu bo'yiga. 600 gram suv berdingizda daranajdan 200 gram chiqdi. 200 gram chiqdi, yana 30% chiqdi yana. Ertasi kuni ham kuni bo'yi bulut bo'ladigan bo'lsa, buni mat sug'ormash kerak. Ya'ni ichidagi namlikni tortib olgandan keyin namlikning o'rniga kislorod kiradi, havo aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin o'simlik bir kislorod to'yib oladi ya'ni. Keyin kuni yana bulut bo'ladigan, keyin yana daranaj chiqarasiz 30%. Keyingi yana bulut bo'ladigan bo'lsa, uni chiqarmaysiz.
Ya'ni bir kun berib, bir kun bermay ichiga kislorod kiritib borish kerak buni. O'shanda ildiz charasi kasallik uchramaydi. Endi bir kun misol uchun dirani har kuni 3 kun, 4 kunda dirani chiqarsangiz ham bulti kunda chirib qolmaydi. O'sha haftalab bo'ladigan xato natijasida ildiz chirish kasalligi kelib chiqadi. O'shaning uchun oldini olish uchun bir kun suv beriladi, bir kun berilmaydi. Bir kun suv berib, matni sal yengillatadi, ertasiga yana suv beriladi. Ana shu tadbirni olib borganda, ya'ni fuzoros kasalligidan qishdan chiqib olsa bo'ladi. Martdan buni muammo bo'lmaydi umuman. Fuzoros martdan shu yozgacha umuman tushmaydi. Tushadigan noyabr oxiri, dekabr, yanvar, fevral 15gacha. Tushadi. Undan boshqa payt bezovta qilmaydi. Shu oylarda juda ham ko'p tushadi, shunga e'tiborliroq bo'lish kerak, ya'ni.